Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Nikohning shar'iy hukmi. Yuqorida o'tgan satrlarda nikohga targ'ib qiluvchi ba'zi dalillarni o'rganib chiqdik. Albatta bulardan o'zga dalillar ham ko'p. Lekin ularni hammasini zikr qilishga imkon yo'q. Ba'zi namunalar bilan tanishib chiqqanimizda ham bu ma'noda yetarli deb o'ylaymiz. Xulosa shuki, islomda kishilarni nikohda bo'lgan holda hayot kechirishlari afzal sanaladi. Alloh taoloning bandalariga qilgan amri ham shu. Bu dunyoda insonlar oila qurib, nikohda yashasinlar. Jinsiy mayllarini pok yo'l bilan qondirsinlar. Musulmonlar mana shu ilohiy ko'rsatmaga hamisha qat'iy amal qilganlar. Ba'zi bir guruhlar va dinlarda uylanmay, nikohda bo'lmay yurish afzal hisoblanadi. Shuning uchun ham o'sha toifalarning ishi avjiga chiqqan davrlarda ularning o'rkalarida aholi soni qisqarib ketgan. Odamlar o'sha dinni mahkam tutishga harakat qilishlari oqibatida oila qurish, bola chaqa orttirishdan bosh torta boshlaganlar. Lekin inson tabiatiga zid bo'lgan bu ish uzoqqa bormasligi aniq. Darhaqiqat shunday ham bo'ldi. Kishilar mazkur dinga qarshi bosh ko'tardilar. Din faqat ibodatxonada bo'lishi kerak, boshqa narsalarga aralashmasin degan da'vo bilan chiqdilar va bu talablarga erishdilar ham. Oqibatda hayotning hamma sohalarida yangicha yo'nalish paydo bo'ldi. Jumladan erkak ayollarning orasidagi munosabatlarda ham. Mazkur dindan o'ch olish uchun harakat qilayotgan kishilar qasdma-qasdagi har bir ishda uning teskarisini qilishga urinar edilar. Ular jinsiy hayotda ko'plab tazyiqlarga uchraganliklari uchun jinsiy hurriyatga da'vat qila boshladilar. Zinoni hamma faxr deb biladigan darajaga yetdi. Oila qurish, nikohda bo'lish qaloqlik, eskilik sarqitiga berilish deb baholanadigan bo'ldi. Oxir-oqibat kishilar boshiga ko'plab musibatlar yog'ildi. Turli kasalliklar tarqaldi. Oila nizomi buzildi. Buning natijasida ijtimoiy aloqalar zaiflashdi. Turli muammolar kelib chiqa boshladi. Xullas, insoniyat katta zarar ko'rdi va ko'rmoqda. Ana o'sha muammo va musibatlarni ko'rib, biz musulmonlar baxtli kishilar ekanimizni tushunib yetmog'imiz lozim. Boshqa xalqlar oilaviy hayotni qanday qurishni bilmay sarson bo'lib turgan bir paytda, bizning dinimiz bizlarni eng saodatli oila nizomi bilan ta'minlab qo'ygan. Biz faqat tayyor narsani o'rganib, amal qilsak bo'ldi. Avval ham aytib o'tirganidek, Islom nikoh robitasini insoniy aloqalar ichidagi eng muqaddas robitaga aylantirgan. Chunki bu robita Alloh taoloning amri ila, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlari ila, mo'min musulmonlarning guvohligi ila quriladigan muqaddas bir aloqadir. Alloh taolo avvalo inson hayotining ma'lum nizom asosida, iffat va poklik asosida, muhabbat va sevgi asosida, o'zaro ishonch va hurmat asosida bo'lishi uchun nikohga amr etgan. Qolaversa, u zot inson hayotini turli tartibsizliklar va kelishmovchiliklardan, harom xarishdan, iflosliklardan va ularning oqibatidan kelib chiqadigan balo-ofatlardan saqlash uchun ham shunday qilgan.